Bugun o'sha muhim kunga men tayyorman. Meni shunday go'zal qilib qo'ygan Munira opam bo'ladilar har doimgidek. Bez effekt, bez filtr olaman. Ko'rasizlarmi? Yuzim yaltirashini highlighterlarni ham vashi cho'tga qisirib qo'yadilar deyapman. Vashi udarsiz, sizni sevaman, I love you. Kechqurun boshqacha obrazda bo'laman, hozir boshqacha obrazda. Nimaga siz boshqa stilistlarga o'xshab videolaringizga persona ishlatmaysiz? Ha? Uyalishingizni qarang. Rost qolganlar bor-ku, voy makiyajni zo'r qilarkan shunga boraman deb boradi. Bu hammasi persona ishlatgan bo'ladi. Munira opam postga kirib ko'rsanglar, persona pasti ishlatmaylar, o'zi umuman ishlatmaylar. Mana hozir men sizlarga personasiz bez filtr ko'rsatyapman. Kelinlar, Munira opamdan boshqasini tanlasanglar, adashasizlar.